hozirgi ba'zi bir adashgan toifalar mazhab yo'q, shariatda mazhab yo'q, biz to'g'ri Qur'on sunnatdan dalil olamiz deydiganlar chiqdi. Ular mazhab yo'q deyishligi bilan Qur'onning ikki manbasini inkor qilyapti. Hukm olinadigan 4 ta manba bor. 4 ta manba. Butun islom ummati buni tan oladi. Birinchi Qur'on, ikkinchi sunnat, uchinchi ijmo, to'rtinchi qiyos. Biz to'g'ri Qur'on sunnatdan hukm olib ketaveramiz, mazhab yo'q deganlar ana shu qiyos bilan ijmoni inkor qiladi. Eng katta xatolari shunda. Chunki u sohib mazhablar, ulamolar, mujtahidlar, faqihlar ijmo qilishadi. Masalada ijmo qilishadi. Qiyosni ham ular qiladi. Ijmo nima? Ijmo Qur'on hadisda yo'q hukmda yo'q masalaga hukm topish. Butun ulamolar ijmo qilib o'sha masalaning hukmini aytadilar. Mana shu bo'ladi deydilar. Qiyos nima? Qiyos hukmi kelmagan masalani hukmi kelgan masalaga qiyos qilinadi. Agar shartlari to'g'ri kelsa. Hamma qiyos qilib ketavermaydi. Mujtahidlar qiyos qiladi. Eng katta faqihlar qiyos qiladi.